Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa sizlarga ikki xil beton mishalkamizni ko'rsatib o'tamiz. Biri kichikroq, biri kattaroq. 0.25 kubalik beton mishalka. Hop, 220 voltda tokda ishlaydi. Rul chamberlarini ko'rishlar mumkin. Pachimli обойма pachimliklarda umuman qotmaydi, qismaydi. Motorlari yangi. 3 kW 1.5 оборотный motor. Faza zashda anaqalari bor. Motor kuymasligiga datchiklari bor. Avtomat kumchatirlar tayyor qo'yilgan. Dolisa ishlatishga 100% tayyor. Beton qo'yadigan ustakalamizga buni variantimiz bor. Hamda klinkami shunaqa plitalar qo'yadigan akalarimiz uchun kattaroq объемda esa bor. 0.40 kubalik объемga ega. Bu ham rulli variantda. Motori mis admotkada buniki 6.5 kW mis admotkada. Hop, opish ko'rinishi mana. Ko'ryapsizmi? Bitta qo'lda o'zidan ishlatishga qiyinchilik bo'lgani yo'q. Bunisi motorlar voltmetr datchiklari bor. 220 pulchatirlar qo'yilgan. Olsa ishlatishga tayyor bu ham. Kattaroq variantda, narigisi kichikroq variantdagi beton mishalkamiz. Shu ikkalasining farqi mana ko'rinish uchun.